YouTube'da kanaliga xush kelibsiz. Ushbu videoda men sizlarga 2023-yilda YouTube'da kanal ochish va uni to'g'ri nastroyka qilishni o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki video oxirida qanday qilib bir oyda 1000 ta obunachi yig'ish sirrini aytaman. Ushbu skrinshotni ko'rishingiz mumkin. Men aynan shu usul orqali yangi kanalimda 1000 tadan ko'p obunachi yig'dim. Men hozir kompyuterdaman. Agarda siz telefonda kanal ochmoqchi bo'lsangiz, videodan chiqib ketmang, chunki telefonda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Faqat YouTube'ga browser orqali kirishingiz kerak. Xullas do'stlar, kanalni ochishdan oldin qilishimiz kerak bo'lgan birinchi ish bu kanalimiz yo'nalishi va nomini aniqlab olishimiz kerak. Men hozir ochadigan kanalimizni o'ylab qo'yganman, ya'ni yo'nalishi Igravoy, nomi esa Vegeta Play bo'ladi. Demak, tepadan YT tugmasiga bosamiz. Biz yangi Google account ochishimiz kerak. Bu uchun Sazdat accountga bosamiz va birinchisini tanlaymiz. Imya va familiyaga ism-familiyamizni yozish kerak, lekin kanal nomini ham yozsa bo'ladi. Ismga Vegeta, familiyaga Play deb yozaman. Endi esa o'rtadagi Sazdat vmesто этого adresga bosamiz va bu joyga kanalimiz nomiga mos manzil o'ylab topamiz. Masalan, men Vegeta Play 18 deb qo'yaman, chunki yoshim 18 da. Undan so'ng esa parol qo'yamiz va uni 2 marta kiritamiz. So'ng Dalya tugmasiga bosamiz. Endi esa o'zimiz ishlatib turgan telefon nomerimizni kiritamiz va ushbu kiritgan telefon nomerimizga bizga SMS keladi. O'sha SMSdagi kodni kiritamiz. Xo'sh, endi esa bu joyni bo'sh qoldiramiz va pastiga tug'ilgan kunimizni kiritamiz. Kun, oy va yil. Undan so'ng jinsimizni tanlaymiz va Dalyaga bosamiz. Bunisini esa hozircha propustit qilib turamiz va pastga tushirib Принимаю tugmasiga bosamiz. Google akkauntimiz tayyor. Endi tepadagi mana bu dumaloqqa bosib, Sazdat kanalga bosamiz. Birinchisiga kanalimiz nomini yozamiz va pastiga xuddi Telegram profilimiz kabi username yozamiz. Bu kanalimiz manzili bo'ladi. Bizning kanalimiz ochildi. Endi esa kanalni nastroyka qilish qismiga o'tamiz. Buning uchun biz Nastroyki vid kanaliga bosamiz va Tvorческая studiyaga kiramiz. Tvorческая studiya bu YouTube kanalimizning boshqaruv qismi. Xo'p, Nastroykiga kiramiz. Birinchi bo'lib Opshida valyutani tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda o'zbek so'mi ham mavjud. Menga dollar qulay bo'lgani uchun dollarda qoldiraman. Xo'p, kanal bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan biz davlatimizni kiritishimiz kerak. Bu yerdan qidirib yotmang, baribir O'zbekiston yo'q. Shuning uchun Rossiya yo Amerikani tanlab qo'yamiz. Undan so'ng kanalimiz tagi, bu video tagi emas, aynan ushbu kanalimizning tagi hisoblanadi. Men mana bunday taglarni tayyor qilib yozib qo'yganman, ko'rishingiz mumkin. Siz esa aynan mana shunga o'xshagan taglarni faqat o'zingizning yo'nalishingizga moslab yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Расширение настройкиga o'tamiz va Net Moy kanal, Net для детей ni tanlab qo'yamiz. Undan so'ng keyingi bo'limga o'tamiz. Va bu yerdan biz o'zimizning telefon raqamimizni yana bir bor tasdiqlashimiz kerak. Xo'p, bu yerdan O'zbekistonni tanlaymiz va telefon raqamimizni kiritamiz. Telefon raqamimizni kiritganimizdan so'ng taxminan 1 daqiqalarda bizga SMS keladi va ushbu SMS kodni kiritib Отправit'ga bosamiz. Xo'p, nomer telefonimiz tasdiqlandi. Endi Tvorческая studiyaga qaytamiz va Загрузка video bo'limiga o'tamiz. Bu yerga biz описание yozib qo'yishimiz kerak. Har safar video yuklaganimizda описание yozib o'tirmaslik uchun. Men tayyor qilib qo'yganman. Mana bunday описаниеni ko'rishingiz mumkin. Siz ham mana shunga o'xshab описание yozib chiqsangiz bo'ladi. Bu yerda Telegram kanalimiz manzili, Instagram sahifamiz manzili va shunga o'xshash kerakli manzillar bor va описаниеni eng pastida mana bunday 3 ta hashtag mavjud. Buni biz video mavzusiga qarab o'zgartirib boraveramiz.
Описанияni yozib bo'lganimizdan so'ng parametr dostupani biz открытный dostupga qo'yamiz. Undan so'ng tag. Agarda biz bu yerga taglarni yozadigan bo'lsak, bundan keyingi kanalimizga yuklanadigan videolar mana shunday bir pastida mana bunday 3 ta hashtag mavjud. Buni biz video mavzusiga qarab o'zgartirib boraveramiz. Описанияni yozib bo'lganimizdan so'ng parametr dostupani biz открытный dostupga qo'yamiz. Undan so'ng tag. Agarda biz bu yerga taglarni yozadigan bo'lsak, bundan keyingi kanalimizga yuklanadigan videolar mana shunday bir xil tagda bo'ladi. Biz har bitta videomizga maxsus tag yozamiz. Shuning uchun bu joyni hozircha bo'sh qoldiramiz. Xo'p, расширение настройкиga o'tib, bu yerdan biz kategoriyani igrini tanlab qo'yamiz va bu yerdan язык videoni, ya'ni video tilini ikkalasini ham o'zbek tiliga qo'yib qo'yamiz. Ha aytgancha, kategoriyani biz kanalimiz mavzusidan kelib chiqib, to'g'ri tanlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, undan so'ng keyingi bo'limlarga o'tamiz. Разрешениеga teginmaymiz va subshestvo bo'limidan настройки по умолчанию ga kiramiz. Bu yerdan ko'rishingiz mumkin, 4 xil variant bor. Biz ikkinchi variantga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bizga g'alati kommentariyalar proverkaga yetib keladi. Proverka ya'ni tekshiruv. Reklama va so'kinish shunga o'xshagan kommentariyalar YouTube'da ko'rinmaydi va bizning tasdiqlashimiz orqaligina YouTube'da ko'rinadi. Xo'p, сохранитga bosdik va настройка tugadi. Va nihoyat kanalimizning dizayn qismiga ham yetib keldik, ya'ni ko'rinishi. Tvorческий studiyaga qaytamiz va настройка kanaliga o'tamiz. Hozirda bizda video yo'qligi uchun ushbu ikkita bo'limni teginmay turamiz va brendingga o'tamiz. Bu yerga biz kanalimizning banner avatarkasini yuklashimiz kerak bo'ladi. Banner avatarkani hozir tushuntiraman. Banner bu kanalimizning tepa qismida turadigan uzunchoq rasm. Mana bu dumaloq rasm esa avatarka hisoblanadi. Xo'p, men Photoshopda tayyorlab qo'ygan tayyor banner avatarkam bor. Hozir ularni yuklayman. Banner avatarkani yuklab bo'ldim. Endi esa mana ko'rishingiz mumkin, hozircha banner avatarka ko'ringani yo'q. Opublikovatga bosaman va natijani o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rdingiz, banner avatarkamiz ko'rinishni boshladi. Agarda sizga ham mana shunday sifatli banner avatarkalar kerak bo'lsa, mening Vegeta Arts Telegram kanalim orqali buyurtma mumkin. Vegeta Arts Telegram kanali manzili описание hamda kommentariyada bo'ladi. Tvorческая studiyaga qaytamiz va основные сведениyaga o'tamiz. Bu yerdan kanalimiz nomini va manzilini o'zgartirsak bo'ladi. Mana bu yerga esa biz kanalimiz описаниесini yozishimiz kerak. Описание bu mana bu kanalimizning O kanali bo'limida chiqadigan yozuv. Xo'sh, men tayyor qilib yozib chiqqanman. Siz ham mana shunga o'xshatib yozib chiqsangiz bo'ladi. Undan so'ng URL kanali bu kanalimiz manzili va ssilkalarni qo'shsak bo'ladi. Ya'ni o'sha kerakli bo'lgan manzillar. Manzillarni yozib bo'lganimizdan so'ng elektron pochta manzilimizni yozamiz. Bu ayniqsa bizga reklama bo'yicha yozishlar uchun kerak bo'ladi. Pochtamizni yozib bo'lganimizdan so'ng opublikovatga bosamiz va kanalimiz настройкасы to'liq tugadi. Mana ko'rishingiz mumkin, O kanalida kanalimiz описаниесі chiqishni boshladi. Xo'sh, endi esa qanday qilib 1 oy ichida 1000 ta obunachi yig'ish sirini aytib beraman. Kanal tez rivojlanishi va tez obunachi yig'ilishi kanal mavzusiga ham bog'liq. YouTube'da eng tez rivojlanadigan kanallar bu sport va tezkor xabarlar kanali. Chunki bunday videolar vaqtida ko'rilmasa, keyinchalik eski xabarni hech kim ko'rmaydi. Shuning uchun YouTube bunday videolarni tezda rekomendatsiyaga chiqaradi. Yangi kanal ochgan bo'lsangiz ham. Bundan tashqari eng muhim narsa bu doimiylik. Ya'ni YouTube doimo video yuklab boradigan kanallarni yaxshi ko'radi. Sababi YouTube videolar orqali pul ishlaydi. Shuning uchun ham har kuni video yuklasangiz, kanalingiz juda ham tez rivojlanadi. Men ham aynan mana shu ikkita narsa orqali 1 oy ichida yangi kanalimda 1000 tadan ko'p obunachi yig'dim. Agarda video foydali bo'lsa, videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bundan keyin kanalni rivojlantirish bo'yicha mana shunday videolar chiqishda davom etadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.